Estaizu billah. Ve men yetevekkel alallohi fehuve hasbuhu. Kim Allohga tavakkal qilsa, Alloh uni hisobga oladi. Alloh uni rizqlantiradi. Faqatgina Allohga tavakkal qilganlargagina Alloh azza va jalla rizqini, baxtini, saodatini mo'l-ko'l qilib beradi. Allohga tavakkal qilaylik. Tavakkalna alalloh va ni'mal vakil. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Alloh azza va jallaning mo'min musulmon bandasi bo'lganligimiz uchun Allohga shukronalar aytamiz. Alloh azza va jallaga iymon keltirganligimiz uchun, Alloh azza va jalla bizni mu'min qilib yaratganligi uchun Allohga shukronalar aytamiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat qilib yaratganligi uchun Allohga shukronalar aytamiz. Chunki Alloh bizni sevganligi uchun ham bizni mu'min musulmon qilib yaratdi. Alloh azza va jalla siz bilan bizni shu qadar sevadiki azizlar, biz buni tasavvur ham qila olmaymiz. Sevganligi uchun ham bandalarini gunohlarini kechirib, gunohlarimizni satr qilib boradi. Lekin banda ekanmiz. Ba'zan ojizlik qilamiz, ba'zan shayton alayhi la'nani yo'liga yurib qo'yamiz, gunohlar qilib qo'yamiz. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Shuning uchun ham biz Alloh azza va jallaga ko'proq istig'for aytishimiz kerak. Astagfirulloh. Allohim, meni mag'firatingga olgin. Meni gunohlarimni kechirgin. Men bir ojiz bandangman. Bilib bilmasdan qilayotgan gunohlarimni o'zing af etgin deb Allohga istig'for aytib borishimiz kerak. Mana shu istig'forimiz bizni gunohlarimizni yuvib turadi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam o'zlari ham bir kunda bir necha marotabalab istig'for aytishliklarini aytadilar. Aslida Rasulimiz alayhi salatu vasallam har qanday gunoh qilishlikdan pokdirlar. Jannatdagi maqomlari ham aniq bo'lsa, lekin Rasulimiz alayhi salatu vasallamdek zot bir kunda 100 marta istig'for aytsalar, unda biz nega aytmaylik? Boshingizga g'am keldimi aziz birodar, istig'for ayting. Qarzingiz ko'payib, kechalari uxlay olmayapsizmi? Unda istig'for ayting. Birovlarda haqqingiz bor, ola olmay diqqat bo'lib yuribsiz, istig'for ayting. Aziz opa-singlim, go'zal qizim, farzand ko'rmayapsizmi? Ko'zingiz namlanyaptimi? Nega farzand ko'rmayapman deb diqqat bo'layapsizmi? Istig'for ayting. Hamma mana shu g'am va tashvishlarni kaliti bu istig'for. Musa alayhisalom davrlarida odamlar har qancha duolar qilsa ham yomg'ir yog'madi. Oxiri odamlar kelib, "Ey Musa alayhisalom, biz bilan birga chiqib duo qilishing, shoyat Alloh bizga yomg'ir bersa duo qilib bering" dedilar. Musa alayhisalom butun xalqi bilan, qavmi bilan bir sahroga chiqib Allohga duo qilib yomg'ir so'radilar. Lekin Alloh bir tomchi ham yomg'ir yog'dirmadi. Hayron bo'lgan Musa alayhisalom, "Ey Robbim, nega duoyimizni qabul qilmayapsan?" dedi. Shunda Alloh azza va jalla, "Ey Musa alayhisalom, seni mana bu turgan ummatingning ichida menga 40 yildan beri gunoh ma'siyat qilib turgan odam bor. Modomiki mana shu gunohkor banda ichingizda turar ekan, sizlarni duoyingizni qabul qilmayman" dedi. Qarang azizlar, bitta gunohkor sabablik mana shuncha odamning duosi qabul bo'lmas ekan, o'zini duosi qanday qabul bo'lsin? Agar biz atrofimizga qaraydigan bo'lsak, ehtimol atrofimizdagi odamlarni duolarini qabul bo'lmasligiga biz sababchidirmiz deb o'zimizga baho berishimiz kerak. Gunohkor o'ziga emas, atrofiga ham ta'sir qilyapti. Duo qilyapti, duosi o'tmayapti. Alloh azza va jalla aytdi Musa alayhisalomga, "Qavmingning ichida 40 yildan beri menga gunoh qilib yurgan odam sabab duolaringiz qabul bo'lmaydi." Shunda Musa alayhisalom qavmiga o'girilib aytdiki, "Ey qavmim" dedilar, "Sizning ichingizda 40 yildan beri Allohga gunoh ish qilib yurgan bir kimsa bor ekan. Mana shu sabab Alloh bizni duoyimizni qabul qilmayapti. Iltimos chiqib keting" dedi. Kim chiqadi azizlar bunaqa holatda? Agar kimdir chiqadigan bo'lsa, xalq unga nafrat ko'zi bilan qaraydi. O'shalar ichida haqiqatda ham 40 yildan beri o'sha gunohni qilib yurgan odam turgan ekan. U odam o'ylanib qoldi, hozir men chiqsam odamlar nafratiga qolaman, qo'li bilan ko'rsatadi. Shu sabab bizni duoyimiz qabul bo'lmayotgan ekan deydilar. Agar chiqmasam duo qabul bo'lmaydi, yomg'ir yog'maydi, nima qilaman dedi-da, Alloh azza va jallaga bo'ynini egib
hech kimga bildirmasdan qalbi bilan ko'ziga yosh olib, ey Robbim, mehribon Allohim, 40 yildan beri gunoh qilib kelmoqdaman, lekin Robbim 40 yildan beri mana shu gunohlarimni hech kimga bildirmasdan meni to'sib kelding. Bugun meni tavbamni qabul qil. Men senga istig'for aytaman. Gunohlarimni kechirgin ya Rabbi. Meni sharmanda qilmagin va bizlarning duoyimizni qabul qilgin dedi. Shu zahoti osmonda bulut ko'rildi va butun xalqni ustida yomg'ir yog'a boshladi. Musa alayhisalom hayron bo'lib, "Ey Robbim, bu qanday hol? Hozirgina gunohkor bor, yomg'ir yog'maydi, duosini qabul qilmayman degan eding-ku" dedi. Alloh azza va jalla, "Ey Musa alayhisalom, u bandam istig'for aytdi, tavba qildi. Men uni tavbasini qabul qildim" dedi. Shunda Musa alayhisalom, "Ey Robbim, u banda kim ekan? Men uni bir ko'ray" dedi. Alloh azza va jalla, "Ey Musa, 40 yil menga gunoh ishlarni qilib yurganda sir saqlagan bandamni endi men uni tavbasini qabul qilganda senga oshkor qilaymi" dedi. Robbimizning mehribonchiligi azizlar. Istig'for aytsak duo qabul bo'lar ekan. Shuning uchun ko'proq istig'for aytishimiz kerak. Qanaqa g'amimiz bo'lsa ham, chunki Hasan al-Basri rahmatullohi alayhining oldilariga odamlar turli tashvishlar bilan keldi. Kimdir bola ko'rmayapman deb keldi, kimdir qurg'oqchilik, kimdir bundoq. Hammalariga bir xil javob bergan ekanlar. Istig'for ayting deb. Ha azizlar, istig'for rizqimizning kalitidir. Istig'forlarning eng ulug'i, eng sayyidul istig'for Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tomonidan bizga o'rgatilgan. Agar kim buni kunduzi aytsa, kechqurun olamdan o'tsa, kechqurun aytib kunduzi olamdan o'tsa, u albatta jannatga kiradi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu istig'forni bizga o'rgatganlar. U quyidagi istig'fordir. Sayyidul istig'forni sizlarga ham eslatib qo'ymoqchimanki, ko'proq aytaylik. Allohumma anta robbi, la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika